hali ham titkilab yotibsizmi? Nimani qidiryapsiz o'zi? Qidirganingizni topdingizmi? Bo'lmasa eshitarsiz balkim. Topishingizga yordamlashib yuboraman. Duo qilishni bilasizmi? Nima deb duo qilasiz? Mashina so'raysizmi? Uy-joymi? Dollarmi? Bularning nima foydasi bor sizga? To'g'ri, bu dunyoda foydasi bor, yaxshi yashaysiz, lekin yo'qolib ketolmaysiz-ku. O'tib ketganingizdan keyin ortingizdan duo qiladigan farzandlaringiz bo'lmasa, bu nima degan gap? Duo qilganingizda farzandlarim ibodatli bo'lsin, avlodlarimning Qur'on hofizlari yetib chiqsin deb duo qilsangiz ham bo'ladi. Zero ortingizdan ana shular duo qiladi. O'shalarning foydasi tegadi. Bu dunyoning matohlari bu dunyoda qoladi. Bu dunyoga o'tmaydi. Yoqqan bo'lsa, yurakka yetgan bo'lsa, yurakchani bosib, do'stlarga tashab qo'ying, ularning ham yuragiga yetib borsin. Sog' salomat bo'ling.